Hakim Nazir, bolalar yozuvchisi, 1915-yil 15-oktyabrda tavallud topgan. O'zbekiston xalq yozuvchisi, Toshkent kechki pedagog instituti va Moskvadagi oliy adabiyot kursini tugatgan. Yoshlar gazetasi va jurnallarida, O'zbekiston radio qo'mitasida, badiiy adabiyot va san'at nashriyotida ishlagan. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi mas'ul kotib, adabiy maslahatchi. Ilk ko'ylar to'plami. Qishloqdagi jiyanlarim, qishloq bolalarining hayoti va mehnati tasvirlangan. Oybek Abdulla Qahhor va boshqa ijodidan mahorat sirlarini o'rgangan. Uning ijodi 30-yillardan boshlangan. Shundan so'ng ketma-ket adibning Beshbaho, Cho'l havosi, Meni taniysizmi, bolajonlarim singari hikoyalar to'plami yaratilgan. Uning 40 dan ortiq kitoblari, yoshlik tashvishlari, orzu intilishlari o'z ifodasini topdi. Ko'k orol chiroqlar qissasi qayta ishlangan. Sevmas chiroqlar, mehnat jarayonida yoshlar xarakteridagi ijobiy fazilatlar shakllanishi tasvirlangan. Suv gadosi, Yonar daryo qissalarida cho'lga obi hayot keltirish, gaz konini ochish uchun kurashayotgan yoshlar obrazi yaratilgan. Loyshin qanotlar romanida Ikkinchi jahon urushi davr voqealari aks etgan. Ko'kterak shabadasi qissasi katta yoshdagilarga bag'ishlangan. Kenjatoy qissasi, Chiranma g'oz, Hunaring oz pyesasi, Ochiriklar, hikoya maqollar muallifi. Hakim Nazir Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti laureati. Hakim Nazir, bolalar yozuvchisi, 1915-yil 15-oktyabrda tavallud topgan. O'zbekiston xalq yozuvchisi, Toshkent kechki pedagog instituti va Moskvadagi oliy adabiyot